Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun men siz bilan juda muhim, har birimizning kelajagimizga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzu haqida batafsil gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot nafaqat bugungi pensionerlarni, balki hali ishlayotgan, nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan, hatto yosh avlodni ham qamrab oladi. Chunki bu o'zgarishlar sizning pensiya tizimingizga tubdan ta'sir qiladi va moliyaviy barqarorligingizni belgilaydi. So'nggi paytlarda pensiya tizimida katta o'zgarishlar yuz berayotgani haqida ko'plab savollar kelib tushmoqda. Siz ham, men ham ko'pincha pensiya kam, pensiyam yetmayapti. Kelajakda pensiya bo'ladimi o'zi degan xavotirlar bilan yashaymiz. Aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan, yaqinda rasman tasdiqlangan yangi tizim haqida bugun batafsil gaplashamiz. Ko'pchilik bitta pensiya o'rniga endi 3 turdagi pensiya yoki to'lovlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qanday o'zgarish, kimga qanday ta'sir qiladi, qancha pul olishingiz mumkin? Bularning barchasini bugungi suhbatimizda chuqur tahlil qilamiz. Hozirdayoq kanalga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumotni bilish har bir fuqaro uchun zarur. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganini eslab olsak. An'anaviy pensiya tizimida ko'pchilik fuqarolar uchun pensiya odatda bitta umumiy miqdorda hisoblangan. Bu miqdor asosan ish staji va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lgan. Misol uchun, siz 30 yil davomida ishlagan bo'lsangiz va ma'lum bir miqdorda ish haqi olgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringiz asosida bitta umumiy pensiya summasi tayinlangan. Bu tizim nisbatan sodda edi, lekin uning ba'zi kamchiliklari ham bor edi. Masalan, ish staji qisqa bo'lgan yoki umuman rasman ishlamagan, lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxslar uchun pensiya miqdori juda kam bo'lishi mumkin edi. Yoki ba'zi hollarda odamning mehnatga qo'shgan hissasi, masalan, yuksak malakali mutaxassis bo'lgani yoki uzoq yillar davomida mas'uliyatli lavozimlarda ishlagani ham uning pensiya miqdoriga yetarlicha ta'sir qilmasdi. Bu holatlar ko'pincha noroziliklarga va pensiya miqdorlariga nisbatan adolatsizlik hissini uyg'otardi. Ya'ni butun pensiya bitta qozonga yig'ilib, undan keyin hisob-kitoblar asosida ajratib berilardi. Bu esa shaffoflikni va har bir to'lovning maqsadini tushunishni qiyinlashtirardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz tomonidan tasdiqlangan yangi tartibga ko'ra, pensiya tizimi yanada shaffof, adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lishi maqsad qilingan. Eski bitta umumiy pensiya to'lovi o'rniga endi fuqarolar ma'lum shartlar asosida 3 xil mustaqil to'lovlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu 3 ta to'lov bir-biridan farqli maqsadlarga ega bo'lib, ular fuqaroning hayotdagi turli xil ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, endi pensiya sizning mehnat stajingiz va badallaringizga bog'liqlikdan tashqari ijtimoiy holatingizni, oilaviy sharoitingizni va hatto oldingi xizmatlaringizni ham inobatga oladi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi har bir fuqaroning keksalikda yoki mehnatga layoqatsiz bo'lganda munosib hayot kechirishini ta'minlashdir. Bu oddiygina pensiya miqdorini oshirish emas, balki pensiya tizimining falsafasini o'zgartirish demakdir. 3 turdagi pensiya yoki to'lovlar qaysilar? Birinchi asosiy davlat pensiyasi. Ikkinchi mehnat pensiyasi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi yoki qo'shimcha to'lov. Keling, har birini alohida batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga qanday taalluqli ekanini, qancha miqdorda bo'lishi mumkinligini va qanday holatlarda tayinlanishini tushuntirib beraman. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil. Nima bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Endi har bir turdagi pensiya to'lovini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizga qaysi to'lov sizga tegishli bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. 1. Asosiy davlat pensiyasi. Bu yangi tizimning eng muhim qismlaridan biri bo'lib, u barcha fuqarolar uchun minimal darajadagi ijtimoiy himoyani ta'minlashga qaratilgan. Asosiy davlat pensiyasi bu davlat tomonidan kafolatlangan, belgilangan minimal miqdor bo'lib, uning asosiy maqsadi har qanday pensiya oluvchi shaxsning hayot kechirishi uchun yetarli bo'lgan daromadni ta'minlashdir. Bu pensiya turi birinchi navbatda fuqaroning ish stajiga yoki pensiya jamg'armasiga to'lagan badallariga bog'liq emas. Bu degani, hatto sizning ish stajingiz minimal talablarga javob bermasa ham yoki siz umuman rasmiy ravishda ishlamagan bo'lsangiz ham, masalan, uy bekasi bo'lgan bo'lsangiz, agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz yoki mehnatga layoqatsiz deb topilgan bo'lsangiz, sizga bu pensiya tayinlanadi.
kimlar oladi? Asosiy davlat pensiyasini barcha pensiya oluvchilar, ya'ni yoshga doir nogironlik bo'yicha yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar olishadi. Bu shuni anglatadiki, u har bir pensiya oluvchi uchun kafolatli bazani tashkil etadi. Bu xuddi davlat tomonidan beriladigan minimal ijtimoiy yordam kabi. Misol uchun, marhum erdan keyin yolg'iz qolgan va farzandlarini boqish bilan band bo'lgan Oysha opa deyarli rasmiy ish stajiga emas. Unga yoshga doir pensiya tayinlanishi kerak bo'lganda, eski tizimda uning pensiyasi juda oz miqdorni tashkil qilishi mumkin edi. Chunki uning ish staji yo'q edi. Yangi tizimga ko'ra Oysha opaga eng kamida asosiy davlat pensiyasi tayinlanadi. Agar tasavvur qilaylik, bu pensiya miqdori mamlakat bo'yicha belgilangan minimal iste'mol savatchasining ma'lum bir qismini tashkil etsa, masalan 600 ming so'm bo'lsa, Oysha opa bu summani har oyda baribir oladi. Bu unga kunlik ehtiyojlarini qondirish uchun asosiy mablag' bo'lib xizmat qiladi. Yoki yoshligidan nogiron bo'lgan va umrida rasmiy ishlash imkoniga ega bo'lmagan Farhod akaga ham bu asosiy davlat pensiyasi tayinlanadi. Uning mehnat staji bo'lmasa ham davlat uni ijtimoiy himoyasiz qoldirmaydi. Bu pensiya turi asosan eng zaif qatlamlarni, ya'ni past ish stajiga ega bo'lganlarni, umuman ishlamaganlarni yoki mehnatga layoqatsiz bo'lganlarni himoya qilishga qaratilgan. Shu sababli agar sizning mehnat stajingiz kam bo'lsa yoki siz umuman ishlamagan bo'lsangiz, asosiy davlat pensiyasi siz uchun juda muhim kafolat bo'ladi. Siz xavotir olmasligingiz kerak. Davlat sizni qo'llab-quvvatlaydi. 2. Mehnat pensiyasi. Bu yangi tizimning ikkinchi va eng katta qismi bo'lib, u sizning mehnat faoliyatingizga, ya'ni ish stajingizga, pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringizga va olgan ish haqingizga bevosita bog'liq. Bu avvalgi bitta pensiyaning asosiy qismi hisoblanadi. Mehnat pensiyasining maqsadi fuqaroning jamiyat rivojiga qo'shgan hissasi, uning mehnatini va to'lagan soliqlarini qadrlashdir. Siz qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz, qancha yuqori maosh olgan bo'lsangiz va shunga mos ravishda qancha ko'proq badal to'lagan bo'lsangiz, mehnat pensiyangiz ham shunchalik yuqori bo'ladi. Kimlar oladi? Bu pensiya turini kamida belgilangan minimal ish stajiga ega bo'lgan barcha fuqarolar olishadi. Oddiy qilib aytganda, rasmiy ravishda ishlagan va pensiya jamg'armasiga muntazam badallar to'lagan har bir fuqaro bu pensiyaga ega bo'ladi. Misol uchun, Ahmad aka gardi yildan ortiq davlat korxonasida muhandis bo'lib ishlagan, doimiy ravishda yuqori maosh olgan va barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan. Uning mehnat pensiyasi juda yuqori bo'ladi. Tasavvur qilaylik, u o'rtacha ish haqining 6-7 pound miqdorida pensiya oladigan bo'lsa, bu avvalgi tizimdagidan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Agar uning o'rtacha ish haqi 5 million so'm bo'lgan bo'lsa, uning mehnat pensiyasi qismi 3 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu raqamlar shartli hisob-kitoblar. Yoki Dilbar opa 25 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning ish haqi Ahmad akanikidek yuqori bo'lmagan, lekin baribir o'rtacha darajada bo'lgan. Uning mehnat pensiyasi ham asosiy davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda tayinlanadi va uning mehnatiga munosib rag'bat bo'ladi. Agar uning o'rtacha ish haqi 2 million so'm atrofida bo'lsa, uning mehnat pensiyasi qismi 1 million so'm bo'lishi mumkin. Bu pensiya turida har bir qo'shimcha ish staji yili va har bir oshgan ish haqi pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shu boisdan hozirda ishlayotgan har bir fuqaro uchun rasmiy ishga joylashish maoshining konvertda emas, balki rasmiy tarzda to'lanishini talab qilish va pensiya jamg'armasiga badallarning o'z vaqtida o'tkazilishini nazorat qilish juda muhimdir. Agar sizning ish stajingiz katta bo'lsa yoki yuqori lavozimlarda ishlagan bo'lsangiz yoki umuman olganda rasmiy mehnat faoliyatiga ega bo'lsangiz, siz mehnat pensiyasidan juda katta manfaatdor bo'lasiz. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi yoki qo'shimcha to'lov. Bu 3-turdagi to'lov bo'lib, uning asosiy maqsadi aholining alohida ehtiyojli qatlamlarini, ya'ni moddiy jihatdan qiynalayotgan, oilasida boquvchisi yo'q, nogironligi bor yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashdir. Bu to'lov pensiya tizimining insonparvarlik tamoyillarini aks ettiradi va jamiyatda hech kim e'tibordan chetda qolmasligini ta'minlashga qaratilgan. Bu ko'pincha qo'shimcha nafaqa yoki pensiyaga qo'shiladigan alohida to'lov sifatida amalga oshiriladi. Kimlar oladi? Bu to'lov bir necha toifadagi fuqarolarga tayinlanishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, yoshidan qat'i nazar mehnatga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar. Ular
Agar ish stajiga ega bo'lmasalar, faqat asosiy davlat pensiyasini olsalarmi qo'shimcha ravishda ijtimoiy qo'l-quvvatlash nafaqasini olishlari mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik holati. Agar oilada boquvchi vafot etgan bo'lsa, uning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari, masalan, voyaga yetmagan bolalar ota-onasi bu nafaqani olishlari mumkin. Bu nafaqa ularning moddiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Agar fuqaroning umumiy pensiya miqdori, asosiy davlat pensiyasi, mehnat pensiyasi mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan past bo'lsa yoki u kam ta'minlangan oila deb e'tirof etilsa, unga qo'shimcha ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun bu toifadagi fuqarolarga ham qo'shimcha maxsus to'lovlar belgilanishi mumkin. Misol uchun, Xushnudbek yoshligidan Guruh nogirini. Uning hech qanday ish staji yo'q. Avvalgi tizimda unga faqat juda oz miqdorda nogironlik pensiyasi tayinlangan bo'lishi mumkin edi. Yangi tizimga ko'ra Xushnudbekka birinchi navbatda asosiy davlat pensiyasi tayinlanadi. Unga qo'shimcha ravishda uning og'ir ahvolini inobatga olgan holda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi ham beriladi. Agar asosiy davlat pensiya 6.000 so'm bo'lsa, unga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi sifatida yana 500.000 so'm qo'shilib, jami 1.1 so'm miqdorida to'lov olishi mumkin. Raqamlar shartli. Yoki Shahnozov uning mehnat pensiyasi qismi juda oz. Uning qaramog'ida 2 nafar voyaga yetmagan nabrasi bor. Ularning ota-onasi vafot etgan. Shahnoza opaga asosiy davlat pensiyasi va juda oz miqdordagi mehnat pensiyasi tayinlanadi. Lekin uning qaramog'ida 2 nafar farzand borligi va umumiy daromadi pastligi sababli unga bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi ham belgilanadi. Bu nafaqa uning umumiy daromadini sezilarli darajada oshiradi va nabiralarni boqishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, bu uchala to'lov birgalikda yoki alohida tayinlanishi mumkin. Asosiy maqsad har bir fuqaro uchun munosib hayot kechirish imkoniyatini yaratishdir. Bu tizim yanada adolatli va ijtimoiy yo'naltirilgan bo'lib, davlatning fuqarolarga g'amxo'rligini yanada oshiradi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech qanday tizim mukammal emas va pensiya tizimidagi har qanday o'zgarish o'zining murakkabliklariga ega bo'ladi. Keling, ba'zi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga yangi tizimni to'liq tushunishga va mumkin bo'lgan muammolardan qochishga yordam beradi. O'tish davri va mavjud pensionerlar. Eng ko'p beriladigan savollardan biri. Mening hozirgi pensiyamga nima bo'ladi? Aslida yangi tizimga o'tish davri mavjud bo'lib, u barcha mavjud pensionerlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozim. Sizning avvalgi pensiyangiz yangi 3 qismli tizim bo'yicha qayta hisoblanadi. Bunda eng muhim tamoyil shuki, sizning pensiya miqdoringiz avvalgidan kamaymaydi. Aksincha, agar yangi tizim bo'yicha hisoblangan pensiya miqdori avvalgisidan yuqori bo'lsa, sizga aynan shu yuqori miqdor tayinlanadi. Agar yangi hisob-kitob avvalgisidan kamroq bo'lsa, sizning pensiyangiz kamaytirilmaydi, balki avvalgi miqdorda qoladi. Bu davlatning aniq pozitsiyasi. Hech bir pensioner yangi tizimdan zarar ko'rmasligi kerak. Bu sizga berilgan muhim kafolatdir. 2. Inflyatsiya va indeksatsiya. Pensiya to'lovlarining barqarorligini ta'minlash uchun ularning muntazam indeksatsiyasi muhim ahamiyatga ega. Asosiy davlat pensiyasi, mehnat pensiyasi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi bu uchala komponent ham mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olingan holda muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va oshiriladi. Bu sizning pensiya daromadingizning xarid qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Bu indeksatsiya qoidalari hukumat tomonidan belgilanadi va odatda yiliga bir necha marta amalga oshiriladi. Bu shaffoflikni va adolatni ta'minlashga qaratilgan yana bir muhim qadamdir. Har uchala pensiyani ham olishga majburmisan? Bu yerda juda muhim bir nuans bor. Uch pensiya degani har bir fuqaro 3 ta alohida chek yoki 3 ta alohida to'lov olishi shart degani emas. Bu shartli ravishda pensiya to'lovining 3 ta potensial komponenti mavjudligini bildiradi. Sizning individual holatingizga qarab. Siz faqat asosiy davlat pensiyasini, masalan, ish staji bo'lmagan nogironlar yoki asosiy va mehnat pensiyasini, ko'pchilik pensionerlar yoki uchala komponentni ham, masalan, katta ish stajiga ega bo'lgan, ammo kam ta'minlangan yoki qaramog'ida farzandlar bor pensionerlar olishingiz mumkin.
Ya'ni bu imkoniyatlar majmuasi bo'lib, sizning holatingizga mos keladigan to'lovlar tayinlanadi. Shunday ekan, men uchta pensiya olmayapman deb xavotir olmang. Balki sizning holatingizga mos keladigan maksimal to'lovni olayotganingizga ishonch hosil qiling. 4. Norasmiy mehnat faoliyati va staj muammosi. Bu tizimning eng katta tuzoqlaridan biri hisoblanadi. Mehnat pensiyasi sizning pensiya jamg'armasiga to'lagan badallaringizga asoslanadi. Agar siz uzoq yillar norasmiy tarzda ishlagan bo'lsangiz, ya'ni siz uchun ish beruvchi pensiya jamg'armasiga hech qanday badal o'tkazmagan bo'lsa, bu davr sizning rasmiy ish stajingizga kirmaydi va mehnat pensiyangiz miqdoriga ta'sir qilmaydi. Bu esa kelajakda sizning pensiya miqdoringizning sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli hozirda ishlayotgan har bir fuqaro o'z mehnat munosabatlarining rasmiylashtirilganligini va ish beruvchi tomonidan barcha badallarning o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilishi shart. O'z huquqlaringizni biling va talab qiling. 5. Qonunchilikdagi o'zgarishlar va doimiy ma'lumot olish. Pensiya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashib borishi mumkin. Bugun men aytayotgan qoidalar kelajakda biroz o'zgarishi mumkin. Shu sababli pensiya tizimidagi yangiliklardan doimiy xabardor bo'lib turish juda muhim. Rasmiy manbalarni, pensiya jamg'armasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, mahalliy hokimliklar veb saytlari kuzatib boring, ishonchli ommaviy axborot vositalariga quloq soling. Bizning kanalimiz ham sizni doimiy ravishda eng so'nggi yangiliklardan xabardor qilib boradi. 6. Pensiyalarni birlashtirish yoki tanlash. Ba'zi holatlarda fuqarolar bir vaqtning o'zida bir nechta pensiya turiga, masalan, yoshga doir pensiya va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga ega bo'lishlari mumkin. Odatda amaldagi qonunchilikka ko'ra siz bir vaqtning o'zida ikkita asosiy pensiya olishingiz mumkin emas. Sizga o'zingiz uchun qaysi biri manfaatliroq bo'lsa, shu pensiyani tanlash imkoniyati beriladi. Ammo yuqorida aytilgandek, asosiy pensiyaga qo'shimcha ravishda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi kabi qo'shimcha to'lovlar birga tayinlanishi mumkin. Bu nuanslarni yaxshilab tushunish uchun har doim pensiya bo'limiga murojaat qilish va shaxsiy maslahat olish muhimdir. 7. Minimal ish staji talablari. Mehnat pensiyasini olish uchun qonunda belgilangan minimal ish staji mavjud. Agar siz bu minimal talabga javob bermasangiz, sizga faqat asosiy davlat pensiyasi tayinlanishi mumkin. Shuning uchun ish staji har bir yilining qanchalik muhimligini yana bir bor eslatib o'tishni istayman. Bu minimal talablar doimiy ravishda o'zgarishi mumkin. Shu sababli amaldagi qonunchilikni kuzatib boring. Bu nuanslarni bilish sizga pensiya tizimini chuqurroq tushunishga va kelajakdagi moliyaviy rejalaringizni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar, nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangiliklar haqida bilib olganingizdan keyin nima qilishingiz kerak? Siz uchun aniq qadamlar ketma-ketligini taqdim etaman. Bu sizga pensiya olish huquqingizni maksimal darajada ta'minlashga yordam beradi. 1. Mehnat daftarchangizni va ish stajingizni tekshiring. Bu sizning pensiyangizni hisoblashda asosiy hujjatlardan biridir. Agar sizda mehnat daftarchasi mavjud bo'lsa, uning to'g'ri to'ldirilganligiga, barcha ish joylaringiz va ishdan bo'shatilishlaringizning to'g'ri qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir yozuvlar tushirib qoldirgan bo'lsa, tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, ularni tiklashga harakat qiling. Hozirda ko'pchilikning ish staji elektron tarzda ham shakllantirilmoqda. Sizning shaxsiy kabinetingiz orqali, masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myTOKUF.uz orqali o'z ish stajingizni tekshirishingiz mumkin. Bu juda muhim, chunki norasmiy ishlagan davrlar pensiya hisobiga o'tmaydi va bu sizning mehnat pensiyangizni sezilarli darajada kamaytiradi. 2. Ish haqi ma'lumotnomalarini tayyorlang. Pensiya miqdori faqat ish stajiga emas, balki ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqingizga ham bog'liq. Pensiyaga chiqishdan oldin eng yuqori ish haqi olgan yillar odatda ketma-ket 5 yil yoki 10 yil uchun ish haqi ma'lumotnomalarini spravka yig'ish kerak bo'ladi. Agar ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivlarga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Bu ma'lumotlar mehnat pensiyangizning miqdorini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hozirda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda saqlanadi. Shuning uchun bu jarayon biroz soddalashgan bo'lishi mumkin. Qo'shimcha hujjatlarni yig'ing agar sizda imtiyozlar bo'lsa. Agar sizda nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, urush qatnashchisi maqomi yoki boshqa ijtimoiy imtiyozlar bo'lsa, bularni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni to'plang.
bular tug'ilish guvohnomalari agar qaramog'ingizda voyaga yetmagan bolalar bo'lsa, nogironlik guvohnomalari, vafot etganlik to'g'risidagi guvohnoma va boshqalar bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasi yoki qo'shimcha to'lovni olish uchun asos bo'ladi. Har bir hujjatning asl nusxasi va nusxalari mavjudligiga ishonch hosil qiling. 4 mutaxassislar bilan maslahatlashing. Agar sizda savollar paydo bo'lsa, qanday hujjatlar yig'ishni bilmasangiz yoki pensiya hisob kitoblari haqida aniqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pensiya bo'yicha mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Siz buni quyidagi joylarda qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Jumladan pensiya masalalari bo'yicha ham. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Bu yerda sizning savollaringizga eng to'liq va aniq javoblar beriladi. Ular sizning ish stajingizni, badallaringizni tekshirib, pensiya hisob kitobi bo'yicha maslahat berishlari mumkin. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari, agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nafaqasini olishga haqli ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, bu bo'limlarga murojaat qilishingiz mumkin. 5. Pensiya rasmiylashtirish jarayoni. Pensiya yoshiga yetganingizda yoki pensiya olish huquqingiz paydo bo'lganda, masalan, nogironlik holatida siz tegishli arizani topshirishingiz kerak bo'ladi. Arizani davlat xizmatlari markazlari orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borib topshirish mumkin. Ko'pgina xizmatlar endi onlayn rejimda ham mavjud. Shuning uchun my.gov.uz portlarini ham tekshirishni unutmang. Arizangizda siz pensiya tayinlashni so'rashingiz va unga barcha yig'ilgan hujjatlaringizni ilova qilishingiz kerak. Hujjatlarning to'liq va tartibli bo'lishi arizangizning tez va muammosiz ko'rib chiqilishini ta'minlaydi. 6. Tinchlaning va ishonch bilan harakat qiling. Eng muhimi, vahimaga tushmang. Yangi tizim fuqarolarning ahvolini yomonlashtirishga emas, balki yaxshilashga qaratilgan. Davlat pensiya tizimi barqaror va sizning keksaligingizini ta'minlashga qodir. Sizning vazifangiz o'z huquqlaringizni bilish, tegishli hujjatlarni tayyorlash va o'z vaqtida murojaat qilishdir. Xulosa va yakuniy chaqiriq, aziz do'stlar, bugun biz pensiya tizimidagi juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Sizning yagona pensiyangiz endi 3 ta asosiy komponentga bo'linib, har biri sizning hayotingizning turli jihatlarini, ijtimoiy kafolatni, mehnatga qo'shgan hissangizni va ijtimoiy himoyaga bo'lgan ehtiyojingizni qoplaydi. Bu tizim yanada adolatli, shaffof va har bir fuqaroga alohida e'tibor qaratilganligini bildiradi. Davlatimiz ijtimoiy himoyani kuchaytirishga va har bir fuqaroning keksaligida munosib turmush darajasini ta'minlashga intilmoqda. Unutmangki, bu o'zgarishlar sizning kelajagingizni yanada barqaror qilishga qaratilgan. Sizning vazifangiz esa xabardor bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va kerakli choralar ko'rish. Sizningcha bu yangiliklar haqiqatan ham hayotimizni o'zgartiradimi? Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Savollaringiz bormi? Fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men ularning barchasini o'qib chiqishga harakat qilaman va kelgusi videolarimizda ularga javob beraman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishga yordam beradi. Sog' bo'ling, omadingizni bersin.